chiqadi. Endi ular shu yerda yashab, ana shu Makka bo'lgan uchun ular Makka aholiga makkalik bo'lib ketadi ular. Chunki Makka karvoni o'tadimi shu yerdan, uni Makka ahli olib ketgani uchun Hojar onamiz bilan Ismoil alayhissalom makkalik bo'lib ketadi. Arab millatiga xos odamlar bo'lib ketadi. Endi undan keyin yana Sora onamizdan farzand ko'rdi. İbrahim alayhissalom kimni ko'rdi? Ishoq alayhissalom. Endi qarang, Ishoq alayhissalomni ko'rgandan keyin Iso alayhissalomdan keyin kim qaysi payg'ambarlar keldi? Yusuf keldi, Davud keldi, Sulaymon keldi, Yahyo keldi. Yana qaysi? Iso keldi, Muso keldi. Ular hammasi yahudiylarga mansub millatdagi payg'ambarlar. Masalan, meni bolamni bolasi hammasi payg'ambar bo'lib ketaverganda. Endi ular nima deb keyinki shunday ularga ochiq oydin kitoblarni tushirsa ham, qanday kitoblar tushirdi? Kitoblarni Zabur. Yo'q, ular baribir Allohga iymon keltirmasa yo'q. Baribir Alloh payg'ambarlar nima dedi? Bizdan chiqadi deb ular Allohga kufr keltirib qo'ysa, lekin ular Yahudiydan chiqmadi, oxirgi payg'ambar. Endi mana Sora onamiz bilan Ishoqning avlodidan chiqmadi oxirgi payg'ambar. Hojar onamiz bilan Ismoil alayhissalomning avlodidan kim chiqdi? Bizi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom chiqdi. Endi ana shu nur tushgan joyda İbrahim alayhissalom kelib Ismoil alayhissalomga shu yerga kadam qo'shadi. Endi shu mana bitta joyga tosh etmay qo'yganlar, shu yerga Jabroil nima qiladi? Bitta toshni ashiga yopishib beradi, ana shu Hojarul Asvad deb ataladi. Endi doim shuni esingizda tutinglar. Haj mavsumida Odam alayhissalom bilan Mo'ma Havvoni oxirida jannatdan quvilib uchrashgan kunlarini keladi. Endi Ibrohim alayhissalom bilan Ismoil alayhissalom o'g'li ana shu shaytonga to'shaqilib bolasi o'lmasdan jannatdan bir qo'y chiqarilib qurbonlik qilishini ko'ramiz. Endi undan tashqari ehromga kirilgandagi nimalar deyapti? Soch oldirmaslik, tunda oldirmaslik, son ishlatmaslik. Ular shartlar. Shuni bilsanglar bo'ldi. Uylardagilar bor, qandaylar aytib beringlar. Hajga borishganda shunday siyaqti bo'ladi ekan, shu amallarni qilamiz ekan desanglar, o'zingizlar yana mashhurlardan aytsanglar, yana o'zingizlar ham yana o'rganib olasizlar. Ular borib nima uchun bor ekanini bilib kelishadi. Yana so'rovlar bormi, balki biroz esimdan chiqqandir. Endi shaytonga to'shatgandagi qizlar mana katta yer bo'ladi. Endi keyin agrogeniya, masalan, beton bo'ladi. Beton, nasha mono yer. O'rtada bo'ladi. Tosh otsangiz sizga qaytib kelmaydi. Boshqasiga tushib ketadi.